ketdi mana bugun kuniga. Hop, necha 17-noyabr. Siza Fishing Sarvosh. Johor ko'liga mana shunaqa uzun sazanlar keldi akalar. 100 kilo. Xudo xolasa hozir to'kamiz. Baliqlar 100 kilo. Bor eksport bitirib qo'ying. Olavering. Hop, 2-3 bo'lib, 3 bo'lib to'kaveramiz ekan. 3 ta joydan to'ksak, xudo xolasa raqvoradi ovchilar. Shartta suvga kirib ketib ko'tarib. So'rab ekanmiz. 30 do'kon. O'zi ham baliqlar o'ta go'zal emas. Xalmaqqa. Kiryo, mas. Qarab turmaysiz aka? Tezlashing deb. Bolamiz chiqmasin diyorum. Bular ha? Hop. Yana ikkita. Yana bitta. 1 kilo tepasidan menmadizda. Yana bitta berib 33 kilo bo'ldi. 33 kilo necha grammi ham ko'rib qo'ying. Yana nariyal kam chiqibdi emas. 33 kilo 300. Biyassir va la tuassir vitamin xayr barakot ato etgan hamma ovchilar xursand bo'lib zo'r o'qib ketishsa, mana shu ertaga ham kelishsin ko'rib. Hozir ikkinchi tarani olishni boshlaymiz. Baliq o'ta go'zal. Hop, ikkinchi tara ketdi. Oh, zo'r. Mana shunaqa patsak qilish kerak, uka. Qarang, bitta olganda o'zi ham teri bor hali, olavering. Qo'yib qo'yinglar. Bor, uka, bor. 20. Hop, mana. Ikkinchi tara ham 33 kilo 400. Mana ikkita 33 kilo 300, bitta 33 kilo 400. Biyassir va la tuassir vitamin xayr. Shu uzun sazandan akalar. Ketdi ana. O, bosib ketishyapti o'zi ham. Bu baliqlar o'zi asosan suvga ko'nikib qolgan baliqlar. 3-tara. Akalar baliqlar o'ta go'zal baliqlar. Uzunligini qaranglar. Mana uzun sazanlarni nima deyapti ular? Shu uzun sazanlar akalar. Ay jiqqa yo'mas. Bir marta yeb turib keyin yegisi kelmaydigan. Assalomu alaykum.